Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 82-chi xudo xolasa 82-chi betni boshladik. Demak, bizga iqro va ajib. Iqro degani o'qi deyapti. Demak, iqro degani o'qi deyapti va ajib degani javob ber deyapti. Demak, iqro demak o'qi deyapti va ajib degani javob ber deyapti. Endi o'qiymiz. Halil qittatu fawqal maktabi. Hal bu ham savol gapda ishlatiladigan savol so'roq so'z termini bo'lgan mi qo'shimchasini beradi. Nima ekan? Mi qo'shimchasi. M qo'shimchasi beradi. Ya'ni mushuk partaning ustida, favqa degan ustida. Mushuk, ana mushukdan bo'lgan mushuk partaning ustida m deymiz. Demak, javob berishimiz kerak bunga. Demak, qaraymiz. Mushuk haqiqatan partaning ustida. Javobini bu tomonda nuqtacha qo'ygan. Sizlar o'sha yerdan yozasizlar. Men ekranim kichik bo'lgani uchun bu yoqdan boshlayman. Demak, ha deyishligimiz uchun na'am deymiz. Na'am. Endi al-qittatu gapni mushukdan boshlaymiz. Al-qittatu ko'chirib yozamiz mana. Al-qittatu ana bu yerga birinchi al-qittatu fawqal maktabi deb turib bularni ham bu yoqqa ko'chirib yozamiz. Faqat na'am al-qittatu fawqal maktabi deb turib maktabi. Demak, fawqani o'zi mana fawqa tepasida degani. Na'am, faqat na'amni qo'yamiz. Na'am al-qittatu fawqal maktabi. Xuddi ana 1 2 3 o'shani bu yo'g'ini ko'chirib qo'yasizlar. Faqat na'am qo'yishimiz kerak. Ha, mushuk nima ekan? Partaning ustida. Xo'p, keyingi savol va javobini yozamiz. Hali samakatu fiddalvi. Demak, bu joyda bizga aytayaptiki, samakatu degani baliq degani. Ana bu yerda baliqcha bor chirak tagida mana. Chirak ostida, yonida. Hali samakatu fiddalvi. Demak, bizga aytayaptiki, hal mi qo'shimchasiga har doimgidek mi. Demak, baliq chelak, dalvi degani chelak degani mana. Demak, baliq chelakning ichidami? Fi nima edi? Ichida ma'nosini beradi. Demak, baliq chelakning ichidami deb savol beryapti bizga. Biz nima qilamiz? Javob berganimizda la deb javob beramiz mana. La deymiz. As-samakatuni bu joyga qo'yamiz. Demak, birinchini qo'yamiz. As-samakatu yozasizlar. As-samakatu as-samakatu. Xo'p. Fiddalvi emas. Biz nima qilamiz? Bijanibi. Ya'ni biqini nima edi? Bijanibi. As-samakatu bijanibi. Kitobni tomondan qarab olasizlar. Bijanibi dalvi deymiz. Ad-dalvini yozib qo'yamiz ana. Ad-dalvi mana. Bijanibi dalvi qilamiz. Ana shunda, ya'ni baliq chelakning ichidami degan savolga la deymiz. As-samakatu bijanibi dalvi. Demak, baliq chelakning biqinida deb unga javobini yozib qo'yishimiz kerak yoki og'zaki beramiz. La as-samakatu bijanibi dalvi, ya'ni baliq chelakning yonida deb javob beramiz. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Bizga aytayaptiki, halid-dalvu tahtal havdi. Demak, halid-dalvu, dalvu deganimiz chelak degani, tahta ostida degani, ostida. Havdu degani rakvina yoki rakvinacha. Demak, chelak hovuzning ostidami deydigan bo'lsa, nima bilan boshlaymiz? Javobini yozganimizda na'am deb boshlaymiz mana. Na'am ad-dalvu, buni ko'chiramiz. Birinchi ad-dalvuni qo'yasizlar. Ikkinchisiga ad-dalvu tahtal havdi. Ana shu gapni o'zini ko'chirib qo'ya qolamiz. Na'am deb turib. Na'am ad-dalvu, bu 2 qo'yaman, bu 3 mana. Birinchi 1ni 2 3 ketma-ketlikda yozasizlar. Demak, ana bu yoqda yozganda yana yozib beramiz. Ad-dalvu alif lam kerak, обязательно gapni boshi bo'lganligi uchun ad-dalvu tahtal havz al-havdi deymiz. Havdi mana. Xatlarim o'xshamay qoldi, lekin uni to'g'rilab yozib berasizlar xudo xolasa. Xo'p, keyingi savolimiz halil qalamu fawqal kitabi. Halil qalamu, ya'ni
qalam kitobning ustidami deb bizga nima qilyapti? Savol beryapti. Demak, qalam kitobning ustidami? Favqa degani ustida degani. Endi biz nima qilamiz? Bu yoqqa javob yozamiz. Demak, la deymiz. La. Xo'p, la deb yozamiz bu yerga. La al-qalamu alif lam bilan albatta al-qalamu bijani bil kitabi qilamiz. Alif lam qilamiz kitobga. Kitabi bo'ladi mana. Al-kitabi. La al-qalamu bijanibil kitabi deymiz. Demak, kitob qalam, ya'ni ruchka kitobning yonida deymiz. Ya'ni bizdan savol berdi. Kitob ruchka kitobning ustidami desa, yo'q deymiz. La degani yo'q. Al-qalamu gap boshlaymiz endi. Al-qalamu qalam, ya'ni ruchka partaning ustida deymiz. Partaning biqinida, ustida debman, biqinida, ya'ni yonida deganni yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Halil muallimatu xalfat talmizi. Xalfat talmizi. Demak, muallima o'qituvchi ayol savol beradi. O'qituvchi ayol o'quvchilarning orqasidami deyapti. Xalfa degani orqasidami deyapti. Bunga ham biz endi nima deymiz? La deb javob beramiz. La deymiz. Birinchi muallimani yozamiz. Ikkinchisi xalfani o'rniga endi amamani qo'yamiz. Amama bo'ladi. Amamani qo'yamiz. Demak, al-muallim buni yozmaymiz. Al-muallimu amama talamizi qilamiz. Xo'p, ana bu yoqqa bir chiroyli qilib yozamiz. Ana bu yoqdan mana. Xo'p. La al-muallimatu amama deymiz. Amama at-tilmizi bo'ladi mana. At-tilmizi mana. Amama at-tilmiz. Ana shuni bu yoqqa ko'chirib amama talamiz bo'lar. Kechirasizlar. Ana buni bo'ladi. Mana al-muallimatu, ya'ni la qo'yadigan ham joyga la qo'yamiz. La al-muallimatu amama talamizi. Yo'q deb javob beramiz. O'qituvchi o'quvchilarning oldida, amama degani oldida deb bu yoqqa yozamiz. Agar kitobga yozish sig'maydigan bo'lsa, daftar tutgan bo'lsa, daftarga yozamiz bu narsalarni. Xo'p, ana endi bu mashqlarni qilib bo'ldik. Keyingi mashqlarimiz juda ham oson. Sil baynal jumlati va suratil munasibati summa aqro. Xo'p, munosib bo'ladigan so'zlar va rasmga muvofiq so'zlarni chizib chiqgin deydi. Bu narsani mana hozir chizib chiqamiz, xudo xolasa. Birinchisi mana al-muallimu amama talamizi deyapti. Al-muallimatu amama talamiz, ya'ni o'qituvchi ayol o'quvchilarning oldida deydi. Shappa bunga chizamiz. Keyingisi al-muallimu xalfat talamiz. Endi bu yoqqa sig'madi. Buni qo'yib turamiz. Al-qittatu fawqal maktabi. Ko'p-tok fawqal maktabi. Al-qittatu fawqal maktabi deb. Bu ham xato ekan. Tak, hozir qaytadan buni kichiklashtiramiz. Kichiklashtirsak sizlarga ko'rinsa. Xo'p, birinchisi mana al-muallimatu amama talamizi bo'lsa, o'qituvchi ayol talabalarning oldida deyapti. Buni bunga chizamiz. Keyingisi al-muallimu xalfat talamiz, ya'ni o'qituvchi o'quvchilarning oldida deyapti. Ana bunga qilamiz. Al-qittatu fawqal maktabi. Mushuk partaning ustida bunga chizamiz. As-samakatu fid-dalvi. As-samakatu fid-dalvi degani baliq chelakning ichida deydi. Bunga o'tkazamiz. Al-kuratu bijanibil maktabi deydi. Al-kuratu degan ko'p-tok partaning biqinida, bijanibi. Buni bu yoqqa chizamiz mana. Buni kattalashtiramiz sekin. Xo'p. Mana shu tartibda bo'ladi nasib bo'lsa.